Assalamu alaykum hörmətli qeyridaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2024-yili 2-ci ayının 11-ci günü yakshanba. Bugün mən pul muamalada savadlıq boluş və noxuş degan temada kichikgina so'zlab qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Mən yaqin shu 1-2 aydan buyon gazetlarda, medialarda Amerikada kishilarni pul muamalada savadlı qilishning zo'rligini va uning ahamiyatini tushuntirib, bayon qilib yozgan yozmalarni ko'rdim. Ilgari ko'rmagan, ama yaqindan buyon ko'rdim. Nima shundoq deb qiziqib o'qib Chunki tadqiqotchilar va pul muomala sohasida o'qituvchilik bilan, ma'rif bilan shug'ullangan kishilarning kuzatishicha, pul muomala jihatda savodli bo'lgan kishilarning kishilik hayotida, turmushida pul muomala to'g'risida hech nima uqmaydigan odamlarga qaragan vaqtda uchraydigan moddiy qiyinchilikning ehtimolligi intayin tuvan bo'ldi ekan. Ya'ni pul muomala to'g'risida savodi bo'lmagan hech qanday odam pul muomala savodi bor odamga qaragan vaqtda 4 hassa qiyinchilik yo'liqli ekan. Undan bo'lsa bu pul muomala sohasidagi savodli bo'lish uchun nimalarni bilish kerak deydigan gap bo'ladi. Nurg'un narsalar emas, ammo bizning kundalik moddiy hayotimizda biz doim biladigan narsalar. Ya'ni tovarning bahosi, bizga kerakli bo'lgan narsalarning bahosi, o'sim nisbati, jug'lanma o'sim nisbati, xatar, sug'urta, pensiya puli, baj, kredit kartchukasi, kredit nomeri, kirim, yana tapovatimiz, hajlaydiganimiz, omonat qo'ydiganimiz va mablag' soladigan narsalarimiz deganga o'xshash. Shuning bilan birlikda pensiya puli, baj va pensiya puliga oid tushunchalar. Masalan, 201K, 203B va IR ROS deb qo'yamiz. Individual Retirement Account. Ya'ni pensiyalik uchun kishilar qo'yib mangdigan yoki ichib mangdigan hisobot, qo'yib mangdigan pullar. Men shu kanalning birincisini, tunjisini shu haqda so'zlash bilan boshlagan, ya'ni pensiya puliga, pensiyalikka pul qo'yish haqida. Bundaq aytgan vaqtda men shu sohada, shu kundalik hayotda ishlaymiz, tirishimiz, topamiz, biz tapobat qilamiz va kirim qilamiz deganga o'xshash. Nurg'unlarimiz idora jamiyatlarda, kichik cho'ng shirkatlarda ishlaymiz, maosh olamiz. Topgan maoshimizga qarab turib, har xil bojlarni to'laymiz. Bizningki to'laydigan bojimizningki summasi, boj nisbati, olgan maoshimizning, tapovatimizning miqdori qatorliqlarga berib taqiladi. Shuning bilan birlikda biz agar shu pensiya puliga pul qo'yish deydigan shu hukmni tushunmasak, shu 201B yoki 201K yoki 203B degan hisoblarni ichib pul qo'yib mangmasak, shu yilning o'zida, masalan, bu yil 4-oyning 15-dan burun o'tgan yillik tapovatimizga boshlaymiz kirimimizga. Agar biz pensiya pul qo'yib mangmasak, bizningki to'laydigan bejimiz jig'olab ketadi, hukumatga ketadi. Ammo biz hozirdan boshlab pensiyaga pul qo'yib mangmasak, keyin pensiyaga chiqqan vaqtda muhtojliqroq qilish ehtimolligimiz nihoyatda cho'ng bo'ladi. Mana shu xil ahvollarni ko'zda tutib, men ayni vaqtda birinchi leksiyani shu temada so'zlagan. Shuning o'zi ma'lum ma'nodan olgan vaqtda bir xil yengil, nihoyatda bir xil hurmat bilan, do'stonlik bilan kishilarimizdan noxush. Ya'ni mandaq ishlar bor biz yashayotgan jamiyatlarda. Bu jamiyatlarningki o'zining
Әр xil qonun tuzumlari bor, jumladan pul muomala tuzumlari bor, boj tuzumlari bor. Mushundan qanday foydalanishni bilsak, o'zimizga yaxshi, moddiy jihatdan yaxshi, oilamizga yaxshi, farzandlarimizga yaxshi, jamoatimizga yaxshi degan gapni men dastlabda degan. Mana bugun aşı to'g'risida yana biroz yengillashninki zo'rligi borligini his qildim. Sabab Abay degandagidek nurg'un materiallardan ko'rsam yaqindan buyon pul muomalada kishilarni savodli qilishninki zo'rligini aytibdi. Hatto bir necha shtat yaqindan buyon o'ttira maktabning, ya'ni to'liq o'ttira maktabninki yuqori o'quvchilarga pul muomala darslarini o'tishni o'tibdi-da hozir. Boshqalarimi uni do'raydi ekan. Sabab nima desa, ma'lum sinoqlardan qaragan vaqtda pul muomalada savodi bor kishilarninki o'zininki tafovutini, ya'ni kirimini yaxshi boshqarish, o'rinlashtirish, qarzni boshqarish, mablag'chilik jihatda bularninki bilgisi ortib, yaxshi qarorlarni chiqara olgan gap. Albatta, bir davlat degan, bir jamiyat deganda kishilar bayroq, moddiy jihatda bayroq, ma'naviy jihati yuksakroq, ruhiy jihati sog'lomroq bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi. Agar undaq bo'lmasa, namoratlik bo'lib tursa, jinoyat ortib ketsa, chirkinlik yamrab ketsa, odamning huzurini qochiradigan gap. Shunga ba'zi shtatlar bolalarni o'sha o'ttira maktabchidan boshlabla pul muomala savodlik qilishning zaruriyati bor ekan deb shu darslarni yo'l qo'yib turibdi. Endi hozir bu boshqa shtatlarga kengaydigandek turdi. Yani bir xil projekt bo'lib kengaydigandek turdi. Chunki ba'zi dastlabki shu dars o'tib, ashniki natijasini ko'ribdi-da. Ammo uning ustiga 2021 yildagi bir qatimliq tekshirishda Amerikada cho'nglarning deganimizda 18 yoshdan qonuniy jihatdan 18 yoshdan yuqori bo'lganlar deymiz. Mushularning Amerikada 3dan 1i ashularninki pul muomala jihatiga, iqtisodiy jihatga kuchlik ojizligini tekshirgan vaqtda 3dan 1 qismi nima degan gap, mening bak qazim to'ladi. Amerika jamiyati iste'molni qo'llashadigan, yuqori iste'molni qo'llashadigan bir jamiyat. Bu jamiyatda nurg'un narsalarni kishilar shu vaqtning o'zida pul to'lamay, ma'lum moddiy asos bo'lsa, qarz olib ola oladi. Masalan, uy deymiz, mashina deymiz. Ba'zi narsalarni do'konlarning kredit orqali ham ola oladi. Masalan, uzun so'ziladigan 3 yildan ortiq ishlaydigan, kerak keladigan to'nglatqo, kir yuvish mashinasi degandeklarni ashunda qoladi. Shu vaqtning o'zida pul to'lamay. Ya'ni kishilar chunki kredit degan gap, sen boshqalar sizga ba'di uni malni ba'di to'laydi degan sizga bo'lgan yaxshi ishonch bilan endi siz uni ishlab to'lashingiz kerak degan gap. Agar uni to'layolmasangiz yoki kechiktirsangiz, bu sizning qarz boshqarishda bilmaydiganligingizni tushuntiradi. Qarz boshqarishda sal qardingiz bilmadingiz degan gap nima bo'ldi desa, bu sizningki kredit nomeringizga ta'sir ko'rsatadi. Kredit nomeringiz dovallab ketadi. Shuning bilan yana keyin bir ishlar bo'lib qarz olaman degan vaqtda bu qarz ololmay qolasiz, degan so'mini ololmaysiz yoki bo'lmasa yuqoriroq prosentni olasiz. Chunki siz qarzni vaqtida to'lamagandan keyin siz bu yerda qarz berishga nisbatan bir xatarlik omil bo'lib hisoblanasiz. Xatarlik, ya'ni gapida turolmayotgan vaqt to'layolmaydi ekan. Shuning uchun bular sizga bergan qarzni ishtigrak topshirib yig'ilish uchun sizga beradigan qarzning o'simini yuqoriroq qiladi. Amerikada asosan hamma odamning degidek prezident tatib korxonchigacha, Elon Muskgacha hammasining qarzi bor. O qarz nima desa, shu vaqtning o'zida naqd pul xajlamay, kredit olib xajlaydigan. Masalan, shirkatlar zaym taqtidi. Zaymlar qaytarish tegishli qarz. Shuni sitfaqishlarga nisbatan. Shunga bu navbatdagi bizningki zamonaviy hayotimizdagi moddiy hayotimizda bor narsalar bor. Qarz elish, qarz boshqarish. Ammo buni vaqtida to'lab menish yaxshi ish. Buni to'lab menish uchun xizmat bo'lish kerak.
xizmatdan kirgan tijorat bo'lishi kerak. Bulardan kirgan kirimni, tapovatni iste'molga ayirib qo'ygandan qarz iste'molga shu vaqtning o'zida iste'molga ishlatamiz. Shuna anandan keyin qarzni to'laymiz, bir qismini qo'yib mangamiz, jug'lab mangamiz. Amonatga qo'yamdiq yoki mablag' qilib salamdiq. Mablag' qilib selish degan vaqtda uning har xil usullari bor. Men pul muomalaga mablag' selish degan kitobimda bu to'g'risida so'zlab o'tgan. Shu 2021-yilgi tekshirishda shu Amerikadagi cho'nglarning 3dan biri bizning qarzimiz jiq degan bo'lsa, bu irq va etnik guruhlar bo'yicha qaragan vaqtda bu son texnik cho'ngroq bo'lgan. Ya'ni Amerikadagi qartallik cho'nglarning 39%i bizning qarzimiz ig'ir jiq degan gap. İspanlardan bo'lganlar, Latin Amerikasidan kelgan ispanlar deymiz-ku, ispanlardan bo'lganlar bilan qartalliklarning pul muomala jihatda savodliq bo'lishi oqtanliklarga qaragan vaqtda to'varak bo'lgan. Shuning bilan bularning iqtisodiy turmushda, kundalik hayotda duch keladigan moddiy qiyinchiliklari zo'rroq bo'lgan. Odatda har qanday bir kishilarga xususiy boylik maslahatchilari nima deb maslahat berdi desa, kam deganda maoshingizdan 3 oylik maoshingizni jiddiy ahvolga taqobil turish uchun yig'ib qo'ying, saqlab qo'ying. Chunki odam degan og'rib qoldigan shuldi, xizmatdan qoldigan shuldi. Shu chaqda darhollam birisiga pul deb izlab bog'lanmaydi. Pul deb izlab basingizmi hammasidan chiqmaydi. Bu xuddi men bu kanalimda o'qib qo'ygan yozmadagidek. Bir yozmani o'qib qo'ydim-ku. Haqiqiy do'stlik degan zodi nima? Tonishingizga bo'lishi mumkin. Do'stim degan odamlaringiz 10 bo'lishi mumkin, ammo 5-ingizga kun tushgan vaqtda asqitadigan bir yoki ikkisi va balkim o'ylamagan odamlar bo'lishi mumkin. Sizningki fazilatingizga ishongan. Menga ishini deb qaragan odamlar ishongan taqdirda kiyik yatmabdi degandek ishonmaysiz. Sizga yordam qo'lini har xil sabablardan sunmasligi mumkin. Dil aşı yozmada deyilganiga. Shuning uchun yanala ishning yaxshisi nima deganda odam o'zining tirishchanligiga, o'zining tanlashiga, o'zining kallasiga ishonish kerak. Shu sababdan men pul muomalada savodli bo'lishninki nihoyatda muhimligini ko'pchilik bir ta'kidlab qo'yay dedim. Ma'u kitobda hamda no'qish degan bir gapni dedim temada. Ma'u pul muomalaga mablag' silish degan kitobimda men no'qish nazariyasini tushundirgan. No'qish nazariyasininki ta'limotchisi o'tirib qo'yuvchi Richard Sayler degan kishi 2010-yili 2008-2007-yilda deyman Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Najih degan. Ya'ni no'qish deb birisini manda o'qib yotsangiz dushmanlik chiqadi uningdan. Qasdlik chiqadi uningdan. Yenik, nihoyatda do'stona, yaqinlik shaklda o'qish orqali kishilarningki harakat tanlashini yaxshiroq yetaklash. Shu o'qish nazariyasini o'tirib qo'ygan bu kishi. Bu kishi mush kitobida kishilarningki harakatini o'zgartirish nihoyatda tas, ammo chiroyli gap bilan o'ziga foydali yetadigan yo'lni ko'rsatib, o'qib qo'ysak, askartib qo'ysak, samiga sap qo'ysak, kishilarning harakati o'zgaraydi, yaxshi qarab mangdi degan gap. Shunlashqa Amerikada ba'zi idora, jamiyatlar, shirkatlar shu xil no'qish nazariyasida deyilgan ba'zi ko'rsatilgan misollarni, ba'zi prinsiplarni qo'llanishga boshlagan gap. Ya'ni jiddiy ahvolda pul kerak bo'lib qolsa, xizmatchisiga nisbatan 500 dan yuqori xizmatchisi bor shirkatlar kishilarningki, xizmatchilarning yillik maoshi qarab turib, ma'lum summada hozir pulni qo'yapman degan. Ba'zi idora shirkatlarda ishlayotgan qarindoshlar shuni surishtirib baxsanglar bo'ladi demakchi. Pul muomala to'g'risida savodli bo'lish nihoyatda muhim. Buni biz mayli o'rta maktabda o'qiylik, ayni vaqtda vatanda yoki oliy maktabda o'qiylik. Men bu o'quvni maqsad, lekin shunda bo'lsa-mu, bu konkretni shaklda shaxsiy boylikni qanday ko'paytirish, qanday yig'ish to'g'risida hech qanday dars bo'lmagan. Faqatla biz tarakat ma'nidagi
Marksning Kapitaldagi qanday qilib kapitalist ishchilarni uning qo'shimcha qimmatida qo'shimcha qimmatida boshqa vaqtida qo'shimcha vaqtda ishlab chiqargan qimmatni shuldiganligini ashunday darslarni anadan keyin atalmış Xitoycha sotsialistik bozor egiligi u bu degandek narsalarni o'rgangan, ammo xususiy boylikni qanday oshirish, pul muomala to'g'risida qanday narsalarni bilish to'g'risida iqtisod fakultetining o'quvchilari bir narsalarni uqqan bilan, ammo boshqa kasbdagilar, masalan, tabiiy fan o'qiydigan, fizika o'qiydigan, ximiya o'qiydigan, matematika o'qiydiganlar bular o narsalarni o'rganmagan. Ahvol Amerikada shundoq, asosan shundoq ekan demoqchi. Unda bo'lgandan keyin shu umumyuzlik o'rta maktabning o'quvchilariga va ba'zilar oliy maktabning birinchilikning o'quvchilariga pul muomala sabodidan bir mavsum yoki bir yil bir fan ichib ta'sis qilib, bularga cho'qim o'rgatish kerak degan tashabbuslarda bo'lib o'tibdi. Ya'ni pulning nereden kelganligi, uni qanday xarjlaydiganligi, onu qanday ko'paytirganligi to'g'risida demoqchi. Masalan, bizningki Uyg'urlar uzun tarixga ega, madaniyatlik bir millat bizningki mutafakkirlarimiz, ya'ni ismi bor yoki xalq ichidagi tonilmagan donishmandlarimizning nurg'un narsalar qolgan, bizga har xil gaplar qolgan, maqol tamsillar qolgan. Bu maqol tamsillarni hayotning nurg'un taraflariga tatbiqlash qiladi. Jumladan ularning ba'zilarini iqtisodiy narsaga tatbiqlaymiz. Shaxsan men shunday ma'no chiqarishga tirishaman. Masalan, tishning barda go'shtga yog' chaynaydi degan gaplar bor. Bu iqtisodga tatbiqlasak men buni nima deb tushunaman desa, hozirning o'zida nima bo'lsa shundan foydalan degan gap. Ya'ni pulning vaqt qimmati bo'ladi, pulning hozirgi qimmati atkidan qimmatroq, yaxshiroq demoqchi. Yani hozirning o'zida hozirgi iste'molni ta'kidlagan chiqadi agar iqtisodga tatbiqlasak. Andan keyin yotqanga qarab putuzat deydigan gaplar bor. Qarmoqqa pand nasihatda qo'ygan bilan demakchi, kirminga qarab chiqim qil demakchi. Bu Warren Buffett'ning necha asr burun deyilgan gaplar. Bu gap qachon chiqqan uni o'qimaymiz, tarixiy manba yo'q, shunaqmi? Ammo men aqlimni bilsam shunday gaplar bor. Kitoblarda bor bunday gaplar. Bu shu kirminga qarab chiqim qil. Warren Buffett'ningki agar keraksiz narsalarga pul xarjlab ketib qolsang, 5 kun chiqqan vaqtda kerakli narsalarni setib jinon saqlash to'g'ri keladi degan gap. Shuni yana bir variant. Andan keyin yana Uyg'urlarda bugungi at ko'p ketdi, bugungi isib yaxshi dedi. Yana bu bugungi naq narsa, naq pulning qimmati keyin keldigan ko'p bo'lgan nisidan yaxshi demakchi, amillashmagan narsadan yaxshi demakchi. Unda bizning ota-bobolarimiz bunday so'zlarni qilgan. Andan keyin heliqdek gaplar nima degan? Barda poldirong, yo'qida qarab o'ltiring degan gaplar nima degan. Bunday ishlarni qilmayli degan. Bu nima gap desa, buzib chashmayli, badxarjlik qilmayli, qalayimqan pul xarjlamayli, qalayimqan iste'mol qilmayli, amonat qo'yayli, jug'layli, mablag' qilib salayli degan gap. Mablag' qilib silish bu pul muomala bozorida uning har xil usullari bor. O to'g'risida men bu Morgan Housel'ning The Psychology of Money degan kitobni yozgan kishi bu. Pulning psixologiyasi degan kitob. Ya'ni qo'shimcha kichik bir mavzusi bor uningki. Ochko'zlik, baxt, pul haqida mangulik darslar deganga o'xshash. Bu to'g'risida so'zlab berishim mumkin keyingi qitimda. Asosli narsa nima desa, kishilarni yana bir qitim azroq do'stlarni, qarindoshlarcha Uyg'urlik sevgisi bilan bir noq qo'yay dedim. Ya'ni yashayotgan jamiyatlarimizda mayli qayerda bo'layli, mayli Avstraliyada bo'layli, Kanadada bo'layli yoki Svitserlandda bo'layli, qayerda bo'lsak, yoki Yangi Zelandiyada bo'layli, qayerda bo'lsak, shu o'zimiz yashayotgan jamiyatdagi boj tuzumlari, pul muomala tuzumlari,
pensiya hisobotlari deganlarni tushunib, shirkatlarimizningki shu siyosatlarini tushunib, foydalanishni bilaylik demoqchi. Balkim apay degandek Morgan Housel'ninki pulning psixologiyasi degan bu kitob to'g'risida jiqroq so'zlab berish mumkin. Chunki men bu kitobni o'qib bo'ldim. Ta'sir qilgan bir necha omillar va taraflar va yaxshi ko'rdim. Ya'ni u pul muomala to'g'risida, pul to'g'risida bir narsani bilishing muhim emas. Shuni qanday tatbiqlab qilmishingni o'zgartishing debdi. Harakatingni o'zgartishing debdi. Menimcha mushi gap shu. Bu xuddi 1000 tonna nazariyadan bir misqol oltinchilik amaliyot muhim degan gap. Anadan keyin ma'u no'qish degan yozmani men necha yillar ilgari yozib ekanman. Hamda bir kishilarni bundoq no'qib qo'ysak, ahvolda o'zgarish bo'ldi. Ba'zilar xatarning oldini oladi, peshkanlikning oldini oladi, ba'zilar yaxshi tarafga qarab ma'noda shunday, masalan, birisi velosiped minib ketayotgan bo'lsa, birisi parang tutgan bo'lsa, unaga qarab gap qilma desa, oldida azgal o'rakni ko'rmay qolib qolsa, tushib ketib qoladi. Shunday chaqda birisi ko'z chaqqanimiz qo'yib, "Oy, odam ekan, oldingizda o'rakada bir vaqirab qo'ysa, u odam xatardan qutulib qoladi" degan gap. Boshning o'zimi bir xil no'qish, insonchi no'qish. Ama hamda yangi xizmat chiqqan birisiga qo'pab, bir aylan ukam, idoraningki xizmat seni xizmatga olgan chog'dagi berilgan materiallar obdan qarashingda pensiya puli to'g'risida nima debdi? Maoshining dastlabki 6%ga 6%ning dastlab 3%ga 100% match, ya'ni qo'shib beramiz, tangda tang. Keyingi 3%ga 20% qo'shib beramiz demdi yoki 7% qilib beramiz demdi. Agar ashuna desa, mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, maoshining 6%ni cho'qim qo'y deyman mening beradigan maslahatim. Cho'qim maoshining 6%ni qo'y deyman. Chunki o'sha 6% pul men kitobimda yozdim. Uni vaqtning o'tishiga ergishib jug'lanma ta'siri bo'ldi. Jug'lanma o'sim, jug'lanma ta'siri bo'ldi. Pul muomala bozorga salsa, uni har xil paychaklarni yoki pul muomala mulklarni olsa, vaqtning o'tishiga ergishib bu ish bo'ladi. Shunga shu xil hayotimizda shunday yaxshi o'qishlarni qilib turganimiz yaxshi deb qaraganligim uchun men burun shu narsalarni yozib qo'yib ekanman. Shundan bilan so'zimni to'xtataman. O'qish. Hayotning safarlarida hanqib qolgan bo'lsang, no'qib qo'yay seni insonlik qalbim bilan. Deb qo'yay yuzingdan yuzingla galvang bo'lma. O'shuni yig' oson emas hayot degan. Uchishni bilib, tushishni bilmay qolgan bo'lsang, no'qib qo'yay oqmas kayflikdan yeshildab. Quyosh kunda chiqsimi har kuni rohat bo'lmaydi. Puxta bo'l, zimiston kunlarning qo'y g'amini yeb. No'qib qo'yay seni, birovlar nima korim desa desin. Dunyoga bir kelganing uchun sagak yaxshi yasha. No'qib qo'yay seni, ozgalni ko'rmay ketaversang, ezi bo'l, ozgal bar oldingda ona qara. No'qishlashning sana berdig'ini ajoyib, umid, aql berdi sana, sezma g'arayib. Ashu qiyragan chog'dagi ahvol, qiyragan vaqtda zimiston qish insonning umriga nisbatan aytgan vaqtda. Hozirdan boshlab no'qishlashlarga diqqat qilish lozim. Rahmat.